Assalomu alaykum. Demak, biologiya fani bo'yicha navbatdagi masala darsimizni sizlar bilan boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz moddalar almashinuvi. Demak, nima uchun moddalar almashinuvi bugun? Sababi ushbu mavzu ham biologiya milliy sertifikat imtihonlari va DTM imtihonlarida o'ziga xos ko'rinishlarda kelmoqda. Shuning uchun bugun sizlarga mana shu mavzuni batafsilroq tushuntirib berishga harakat qilamiz. Bizni mana shunday videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta bizni YouTube hamda Telegram kanallarimizga a'zo bo'lib qolsangiz foydadan xoli bo'lmasdi. Demak, biz boshladik. Moddalar almashinuvi jarayoni deganda biz organizmga umumiy tashqi muhitdan moddalarni o'zlashtirish va mana shu moddalarni o'zlashtirib, uni energiyaga aylanishini tushunamiz. Demak, moddalar almashinuvida hosil bo'lgan energiyani biz ikki qismga bo'lamiz. Ikki qismga. Bular qaysilar? Bular birinchisi, demak, to'qima va organlar faoliyati normal ketishi uchun bir qismi mana ikki qismga bo'ldik. To'qima va organlar faoliyati normal ketishi uchun va tana harorati doimiyligini saqlash uchun. Ya'ni bu nima degani? Bu degani biz bir kunda jami oladigan energiyamizni 3dan 2 qismi, 3 qismga ajratsak, 3dan 2 qismi mana yuqorida ham berilyapti. 3dan 2 qismi to'qima va organlar faoliyatini normal ish bajarishi uchun sarflanadi. 3dan 1 qismi esa bu tana harorati doimiyligini saqlash. Ya'ni shu tana haroratimizni 36,6 gradusda me'yorda saqlab turish uchun sarflanadi. Endi, xo'p, demak biz bir kecha kunduzda oqsil yo uglevodlardan jami energiyani qabul qildik, oldik. Va bu energiyamiz 3 qismga bo'lib taqsimlanadi. Ya'ni birinchisi asosiy moddalar almashinuvini ta'minlash uchun e'tibor berib qo'yamiz mana shu joylarga. Asosiy moddalar almashinuvini ta'minlash uchun masalan shartida mana shu 3 ta jarayon bizni juda ham chalg'itadi, gap ochig'i, juda ham chalg'iysiz. Ana shuning uchun e'tibor berishimiz kerak. Demak, qarang, asosiy moddalar almashinuvini ta'minlash uchun mana shu joyda bitta izoh kiritib ketamiz. Asosiy moddalar almashinuvini ta'minlash uchun 70 kilogrammli odam uchun 1680 kilokaloriya energiya sarflanadi. Bu o'zgarmas son. Ya'ni 70 kilogrammli odam uchun 1680 o'zgarmas son. Endi siz mana shu joydan o'zingizga bir kichik shpargalka tayyorlab olishingiz kerak. 70 kilogrammli odam uchun 1680 bo'lsa, 1 kilogrammli odam tana, 1 kilogramm tana vaznga 24 kilokaloriya to'g'ri keladi. Demak, siz har qanday vaznga ega bo'lgan odamni asosiy moddalar almashinuvini ta'minlash uchun, hosil bo'lgan energiya miqdorini topish uchun shu tana vaznini 24 ko'paytirish orqali shu masalani, shu ko'rinishdagi masalani yechishingiz mumkin. Endi qarang, keyingi jarayon ovqat hazm qilish uchun va bir kecha kunduzda bajaradigan ishi uchun sarflanadigan energiya. Bir kecha kunduzda bajaradigan. Odatda bizga masalan ovqat hazm qilish uchun va bir kecha kunduzda bajargan ish uchun ajralgan energiyani toping degan masalalar keladi. Agar bizda masalan shartida mana shu narsani so'ralsa, mana shu ikkitasini so'ralsa, ya'ni mana shu ikkalasini umumiy holda so'ralsa, biz buni ikkalasini umumiy holda topish ozgina muammoroq. Shuning uchun biz mana bu birinchi, ya'ni asosiy moddalar almashinuvi uchun ajralgan energiyani topib, jamidan ayirib qo'ysak, demak, biz uchun kerak bo'lgan mana bu ikkinchi va uchinchi qism uchun zarur bo'lgan energiya miqdori chiqadi. Va shuni ham aytib o'tishimiz kerak, demak, qarab turing. Bir kecha kunduzda sarflanadigan energiya ishi bu odamga odatda kasbiga bog'liq. Misol uchun, aqliy mehnat bilan shug'ullanadigan insonlar juda ham kamroq, nisbatan kamroq. Jismoniy mehnat bilan, og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanadigan kasb egalari esa bu nisbatan ko'proq energiya sarflashi odatiy holat hisoblanadi. Ana endi sizlar bilan navbatdagi qismga o'tamiz. Xo'p, bu moddalar almashinuviga oid masalalar yecharkanmiz, bunda bizga eng asosiy kerak bo'ladigan qism, demak, 3 xil, ya'ni oqsil, yog', uglevod mahsulotlari 1 grammi qancha energiya beradi. Shu narsani bilib olish juda ham muhim ahamiyatga ega. Iloji bo'lsa buni yodlab olish kerak, chunki hech qayerda shpargalka ko'rinishida sizga berib ketilmaydi bu masalalarda. Demak, e'tibor berib qo'yamiz va yodlab qo'yamiz. 1 gramm oqsildan ajraladigan energiya 4,1 kilokaloriya.
1 gram oqsildan. Va biz yodlashimiz oson bo'lishi uchun navbatdagisi 1 gram uglevoddan ajraladigan energiya ham 4,1 kilokaloriyani tashkil etadi. Demak, oqsil va uglevodning 1 grammidan ajraladigan energiya miqdori bir xil. Esda saqlab qolish uchun. Demak, oqsil bilan yog'dan, uglevoddan ajraladigan energiya miqdorlari bir xil. Ana endi odatda masalalarda bizga kilojoul ko'rinishida ham keladi. Agar bizga kilojoul ko'rinishida toping javob deyilgan bo'lsa, 4,1 kilokaloriyamiz 17,6 kilojoulga teng bo'ladi. Yoki mana yog'dan nazarda tutadigan bo'lsak, yog' 1 gramdan 9,3 kilokaloriya energiya hosil bo'lyapti. Bu kilojoulda 38,9 ni tashkil etadi. Biz bu narsani yod olishimiz kerak. Bu narsa bizga masalalarda juda ham kerak bo'ladi. Mana shu joyda bitta narsani ham aytib o'tishimiz kerak, e'tibor berib qo'yamiz. Mana eslatma qismimizga 1 kilokaloriya energiya olish uchun 1 kilokaloriya energiyamiz demak 4,184 kilojoulga teng. Mabodo masalada kilojoul ya'ni birliklarni o'zgartirishga zarur bo'lib qolsa, 1 kilokaloriyamiz 4,184 kilojoulga tengligini inobatga olib qo'yamiz. Demak, navbatdagisi ovqatlanish rejimi. Moddalar almashuvi masalalarini ishlash uchun yana bizga eng kerakli bo'lgan qismlardan biri bu ovqatlanish rejimi. Ovqatlanish rejimi nima? Avvalo, ovqatlanish rejimi bu bir sutkalik ovqatlanish dasturimizda, ya'ni bir sutkada ovqatlanishimizda biz qismlarga bo'lib ovqatlanamiz. Masalan, ertalabki nonushta, tushlik, ikkinchi tushlik, kechki ovqat. Masalan, ertalabki nonushtaga e'tibor bering, ovqatlanish rejimining eng nisbatan yuqori foizi. Ya'ni 25-30% ni tashkil etyapti. 25-30%. Ya'ni u nisbatan ko'proq mana. 25-30%. Biz ko'pincha ertalabki nonushtaning aksincha mana bu qo'shimcha ovqat ikkinchi tushlikka yeb qo'yamiz. Aslida olganda biz 25-30% qismini ertalabki nonushta yeyishimiz kerak. Endi ikkinchi tushlik, ya'ni tushlik bu obed. Biz tilda obed deyiladi. Bu 35-40% ni tashkil etadi. Ya'ni biz bir kunlik ovqat ratsionimizning eng yuqori qismini 35-40% ni demak tushlikda iste'mol qilishimiz kerak. Ana shuning uchun tushlikda iloji boricha baquvvatroq ovqatlar iste'mol qilish tavsiya etiladi. Endi ikkinchi tushlik, ya'ni bu qo'shimcha ovqat. Ya'ni biz to kechki ovqatgacha o'zimiz yengil nimadir tanovul qilib olsak, bu kechki ovqatga biz demak bemalol tetik holatda yetib borishimiz mumkin. Bu 15% ni tashkil etadi. Endi keyingi qismimiz demak 20-25% ni bu kechki ovqat. Kechki ovqatda demak biz 20-25% qismini iste'mol qilishimiz kerak ekan. Endi mana shu joyda yana bir narsani bilib qo'yishingiz zarur. Sababi bizga masalalarda nimalar? Masalalarda kelganda energiya ovqatlanish rejimining quyi foizi, ovqatlanish rejimining yuqori foiziga amal qiling degan qismlar ham kelishi mumkin. Ana shuning uchun quyi foizi demak albatta bu eng kichik foizlar, masalan 25-30 da 25, 35, 20, yuqori foizlar esa o'z-o'zidan yuqori foizlar tushuniladi. Mana shu narsaga chalg'imasligimiz juda ham muhim ahamiyatga ega. Bu